Chunki kim menga bir marta salovat aytsa, Alloh unga 10 marta salovat aytadi. Keyin men uchun Allohdan vasilani so'ranglar. Vasila jannatdagi oliy martaba bo'lib, Allohning bandalaridan faqat bittasiga nasib etadi. Men bo'lishimdan umid qilaman. Kim men uchun vasilani so'rasa, unga shifo halol bo'ladi. Demak, azonda kalimalarni sunat orqasidan duo qilishligimiz, albatta salovat aytishligimiz duoni ijobatiga amal qiladi. Salovatni zikr qilishlikda vaqt, joy, makon